Salom do'stlar, sizlar bilan Toning Prokopam. Hop do'stlar, bugungi videomizda Car Parking multiplayer o'yinini o'ynaymiz. Hop. Endi videomiz qanaqa olinadi desalaring, bir-birimizni mashinamizni almashib haydaymiz. Endi siz mana mashinamga mining, men siznikiga. Sekinlik bilan aniq ketamiz. Bolalar ichki salon yoqibdi. Yoqilmabdi. Ishtakan bo'la. Men mashinam ham qolishmaydi. 340 men mashinam. Hozir meni ko'rsam 340, bunikini chiqib 414 qilib. Endi sekin aniq qarab ketaveraylikchi. Tez yurishni oqibati. Driftlar ham ochilibdi. Telefon qotdi уже. Men bu yerga bir kelib ketamiz. Bola endi zapravkaga mashinamiz gaz ham kam qolibdi. Boru gazi anaqa kamda. Driftlar qilsa tugab qoladi. Sekin ketaveramiz. Bek hozirgi momentda gaz olyapti. Ungacha biz mana bu yerda driftlar qilib turamiz. Drift mod stabilize kelib qoldi. Men uchar ekan endi. Qo'yga qo'yib ko'raylikchi mashinam bilan. 402 metrga qani endi ko'ramiz. Men mashinam yengiladi menimcha. Hozir bu 414 qilib ham tezligi kuchli, tez yurar ekan. Qani tezligi necha ekan? O'zim mashinam tezlik ko'rsatadimi? Noldan 100 gacha 184 sekundda chiqar ekan. Bosilichi yana dahshat tez yurar ekan. Xullas qani bir ikkilatilichi. Dahshat bomba. Qo'ldan mana bunaqa drift qilamiz. Drift mod stabilization. Maylar. Shunda qilamiz. Bitta rasmga. Endi bironta joyga borishimiz kerak. Mana bunaqa tunnellar ichidan o'tamiz. Anurga boramiz hozir.
Billi mashinamda. Xullas, mana hozir bir kunduzda 2 ta video olyapman. Shuning uchun menda holim yo'q. Endi Bekzodga ketdi ekan. Ketdi-yu. Mashina chiqmaydi. Endi bu yoqdan voh. Nima pachoq bo'lmadi? Ha, mana mashinam emas-u. Agar mani mashinam bo'lganda pachoq bo'lardi. Shuncha ursam pachoq bo'lmaydi. Shuni ham yo'lni ochib qo'ysa bo'ladi-ku, odamlar chiqqan. Voh, achaning mag'rur. Endi ketamiz. Короче, kayf qilish kerak bugun. Böyle telefon qo'yib Lazım bu g'allami shunaqa narsalar bo'ldi. Endi shu yerda bir drift ko'ramiz. Bizga farqi yo'q. Mashin kiraversa anaqa yuvib olamiz. Balkim yoki anaqa kirib ko'rmaganman birovning mashinasini. Vaqt urib olsalaring anaqa pachoq bo'lmaydi oldi. Hozir shuni tekshirib ko'ryapman buni ham. Yo'q, demak bo'ldi. Bo'lmasa ekan, endi sekin ko'chaga tushib olamiz. Bostik. Tez yurish oqibati. Birinchi marta bu yo'llardan yurib ko'rishim. Oxirida bitta yo'l bor ekan, shu yerga boramiz. Boshqa yo'l yo'qmi deyman. Yo'q, Bekzod. Men bu yerdan ham chiqmaydi ekan. Короче, bu oxirgi yo'l ekan. Endi bir zapravka qolaylik. Gazimiz polniy bak bo'ldi. Savqodan urib olishimizga endi yana bosdik. Короче, endi o'z mashinasiga o'zimiz mashinamizni topshiramiz. Hozir bir joyga to'xtaylik. Yana yipxlar narxini tashlamasin, bir qonuniy joyga to'xtash kerak. Bu yopiqmi?
Nima уже mumkin emas bu yerga yopib qo'yishi. Bu yerga qanaqa kiradi odamlar? Короче, shu yerga avarenka yoqib to'xtaymiz. Bo'ldi, mashinamizni topshiramiz. Bitta rasmga olamiz. Mashinazni oldiga turing. Bitta rasm tushirib qo'yamiz, kerak bo'ladi. Endi o'zimiz mashinamizni sekin bosamiz bu yerga. Endi ursak pachoq bo'ladi mashinamiz ham. Yana bitta video olmoqchiman. Bir normal idea bor. Hozir u qanaqa video olmoqchiman desalaring, xaritaning eng oxirgi nuqtasiga boramiz. Mana shu yerdan eng oxirgi nuqtaga borishimiz kerak. Yoki har masalan mana bu yerda eng oxirgi nuqta mana bu yer ekan. Bu yoqdan esa mana bu yer ekan. Bu yoqdan mana bu yer. Keyin mana bu yer. Bu yoqdan esa mana bu nuqta dumaloq narsalar ekan. Bu yoqdan mana shu shu videolar boramiz. Shu bilan videomiz nihoyasiga yetdi. Oxirigacha ko'rganlar kommentariyaga olov tashlashni unutmanglar. Hammaga xayr.